Biz yaxshi kayfiyatda, yaxshi mehmon bilan birgalikda efirga qaytdik, ularni tanishtirib o'taman. Toshkent davlat yuridik universiteti ommaviy huquq fakulteti tadqiqot markazi ilmiy xodimi, El-yurt jamg'armasi stipendianti, mustaqil tadqiqotchi Xurshid Botirov studiyamiz mehmonilar. Ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar a'lo darajada. Sog' bo'ling. Demak, mustaqil tadqiqotchi degani, demak, ilmiy ish bilan shug'ullanyapsiz. Xuddi shunday. Mana prezidentimiz tomonidan yuridik ta'lim va ilm fanni rivojlantirish bo'yicha alohida 232-sonli prezident farmoni qabul qilindi 2025-yil 26-noyabrda va shunga asosan bugun yuridik ta'limda faqatgina ta'lim emas, talabalarga auditoriyada kirib dars berish emas, bu sohada tadqiqot qilishga ham alohida e'tibor qaratildi. Va shu sababli ilk marta universitetlarning o'zida turli xil sohalarga oid tadqiqot markazlari tashkil etildi. Hozirgi kunda men ham ommaviy huquq fakulteti tadqiqot markazida faoliyatimni olib boraman. Asosiy olib boradigan faoliyatim bugun dunyo mamlakatlari qonunchiligidagi eng ilg'or tajribani O'zbekistonga qanday joriy etish mumkin? Yoki bugun amalda qabul qilingan qonunlar ozroq vaqt o'tgandan keyin qanday ishlayapti? Misol uchun balki u qonundagi normalar eskirgandir, hayotga to'liq tatbiq etilmagandir. Shu kabi masalalar bo'yicha biz ilmiy ekspertiza, huquqiy ekspertiza va boshqa hujjatlarni tayyorlaymiz. Bu orqali biz xalqaro ekspertlar bilan, xalqaro professorlar, olimlar hamjamiyati bilan ham yaqindan ishlaymiz. Bu bizga juda katta imkoniyat yaratdi. Oldin auditoriyada band bo'lgan o'qituvchida vaqt bo'lmasida ilm bilan shug'ullanishga. Hozir esa har bir tadqiqot markazida 7-10 nafardan xodimlar, jami 50 nafar tadqiqot xodimlar faqat tadqiqot bilan shug'ullanadi. Qonunchilikka takliflar, monografiyalar, darsliklar va shunga o'xshagan ilm bilan bandlik albatta kelgusida bu o'z natijasini beradi. Sababi mana o'zim El-yurt umidi jamg'armasi va boshqa Chivning granti bilan Buyuk Britaniyani Birmingham universitetida o'qiganman. Bu universitetlar qanaqa qilib top 100 talikka, top 50 talikka kirdi desak, asosiy faoliyati tadqiqotga qaratiladi. Turli xil o'sha keladigan ilmiy foydalar yoki moddiy foydalar ham tadqiqot natijalaridan kelib chiqadi. Nobel mukofotlari ham, boshqalar ham va biz ishonamizki, mana shu berilayotgan e'tibor kelgusida shunday o'zini yuksak natijalarni beradi. Minnatdormiz haqiqatda, ishlaringizga rivojlaymiz. Hozir mana shu fikrlarni davom ettiramiz reklamadan so'ng. Biz yaxshi kayfiyatda efirga qaytdik. Mehmonimizni yana bir bora eslatib o'taman. Toshkent davlat yuridik universiteti ommaviy huquq fakulteti tadqiqot markazi ilmiy xodimi, El-yurt jamg'armasi stipendianti, mustaqil tadqiqotchi Xurshid Botirov studiyamiz mehmonilar. Xurshid, bugun mahallalarda aynan xavfsiz muhitni yaratish maqsadida olimlarimiz jalb qilinayaptilarda. O'sha mahallalar faoliyati o'rganilyapti va mana shu jarayonda qaysi o'sha kamchilik bilan ishlash kerakligini olimlar tomonidan aytilishi kerakligi ta'kidlandi. Bu jarayon amaliyotga tatbiq etilyaptimi? Haqiqatda juda o'rinli masalani ko'tardingiz. Biz olimlar misol uchun o'zimizni ilmiy ishlarimizni asosan respublika darajasida qamrab olish harakat qilardik, lekin aslida muammo mahallaning ichiga kirganda bilinar ekan. Prezidentimizni 2026-yil 7-yanvarda qabul qilingan mahallalarda xavfsiz muhitni, yaxlit tizimini yaratish bo'yicha chora-tadbirlar, qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan har bir ta'lim muassasasi, asosan huquq, yuridik sohadagi ta'lim muassasalari mahallalar bilan yaqindan ishlash tizimi yaratildi. Ya'ni bugungi kunda aynan o'sha tadqiqot markazlarining ilmiy xodimlari hududlarga borib, Sirdaryo viloyatini yoki Toshkent viloyati, Toshkent shahridagi qizil toifadagi, ya'ni kim oldingi yillarda turli jinoyatchiliklar sodir etilgan yoki bo'lmasa oilaviy ajrimlar soni oshgan mahallalarga borib, o'sha yerda muammoni o'rganishdi. Sababi butun bir respublikaga ishlagan metod aynan o'sha mahallaga ishlamasligi mumkin. Misol uchun biz ko'p aytamiz, Finlandiya tajribasi, boshqa davlatlar tajribasi deymiz, u tajriba O'zbekistonda ishlamasligi mumkin. Xuddi shuningdek bitta mahallada yoki butun respublikaga qo'llanilgan usul ayrim mahallalarda mos kelmasligi mumkin. Shu uchun biz olimlarimiz o'sha mahallalarga borib, u yerdagi mahalla yettiligi bilan, jumladan yoshlar yetakchisi, mahalla raisi, ijtimoiy xodim, mahallani o'sha profilaktika inspektori bilan ishlagandan keyin 40 ga yaqin turli xil metodikalar ishlab chiqildi. Ya'ni o'sha sohada ishlaydigan xodimlar uchun jinoyatchilikni oldini olish yoki yoshlar bilan ishlash, ko'p qavatli uylarda turli xil sodir bo'layotgan misol uchun jinoyatchiliklarni oldini olish, mahallalarda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat turlari bor. Aynan o'sha jinoyatlarni qanday qilsa kamaytirish mumkin yoki ularni qanday qilib profilaktika ishlarini olib borish bo'yicha olimlarimiz aynan hududga moslab metodikalar ishlab chiqildi. Ya'ni Sirdaryo viloyati uchun
maxsus Albatta. metodika. Toshkent shahrining Yashnobod tumani uchun maxsus metodika. Sababi mana bugun bu masalada Adliya vazirligiga ham turli vazifalar biriktirilgan. Adliya vazirligi ham bu bo'yicha juda ko'p katta bir loyihalarni yo'lga qo'ymoqda. Shu sababli bizning tadqiqot markazimiz huquqiy mahalla konsepsiyasini ishlab chiqdi va bu huquqiy mahalla konsepsiyasi loyihasi hozirgi kunda vazirliklar tomonidan o'rganib chiqilmoqda va kelgusida amaliyotga joriy etilishi ham ko'zda tutilmoqda. Bu mana shu konsepsiya haqida ham marhamat. Xurshidbek, hozir ko'p qavatli uylarda turamiz. Hovli uyda turadiganlar ham video kuzatuv mahallalarga juda uyini atroflarini yoki domlarda o'sha ko'p qavatli uylarda video kuzatuv faol ishlagani uchun odamlar o'sha mashinasini ham o'sha qimmatbaho buyumlarni ham qo'rqmasdan xotirjam qoldirib ketyapti. Chunki biladiki video kuzatuv ishlab turibdi kecha kunduz. Buni yana ham takomillashtirish mumkinmi? Albatta mumkin. Juda bir qiziq holat bo'ldi. Sirdaryo viloyati Guliston mahallasi, to'g'riroq Alishernoy mahallasida. Men o'sha yerda mahalla inspektori bilan o'tiribman. Mahalla inspektoriga planshetiga xabar keldi. Qidiruvdagi shaxs mahalla hududidagi kamerada o'sha rasmga tushib qolgan. Ya'ni biz hozirgi kunda xavfsiz muhit yaratish uchun inson yuzini identifikatsiya qiluvchi, ya'ni tanuvchi sensorlari bor o'sha kameralar o'rnatilmoqda va qidiruvda bo'lgan shaxs bo'lganligi uchun mahalla inspektori zudlik bilan bizni xonada qoldirib o'sha hududga ketdi. Ya'ni kim bu shaxs qidiruvda bo'lganligi uchun bu kabi shaxslar hozirgi kunda demak kuzatuv ostida. Shu uchun ham biz 24 ga 7 tarzda xavfsiz o'zimizni his qilishimiz mumkin. Bu xalqaro reytinglarda ham ko'rinib turibdi. O'zbekistonni, ayniqsa Toshkent shahrini dunyoning eng xavfsiz shaharlaridan biri sifatida e'tirof etishmoqda. Lekin bu borada qilinadigan ishlar ham ko'pligi bizni tadqiqotlarimizda aniqlandi. Misol uchun ayrim hududlarda yoritish tizimlari yo'qligi ham jinoyatlarga sabab bo'lar ekan. Misol uchun kechki tungi vaqtlarda agar o'sha hududda chiroqlar ishlamasa, bu jinoyatchilik oshishiga sabab bo'lar ekan. Yoki ayrim hududlarda misol uchun tungi kafe, klublar va boshqalarda ham kuzatuv kameralarining kamligi o'sha tungi vaqtda jinoyatlar oshishiga sabab bo'lganligi aniqlandi va biz bu bo'yicha Milliy gvardiya va shuningdek Ichki ishlar vazirligi o'zimizning taklif va tavsiyalarimizni berdik. 2026-27 yillarda bir necha ming, aniq soni esimda, statistikasi esimda yo'q, shu qizil toifadagi mahallalar uchun alohida kuzatuv tizimlari, qo'riqlash tizimlari, signal xavf-xatardan xabar berish tizimlari joriy etilishi, yo'lga qo'yilishi ham belgilanganini bizga ma'lum qilishgandi. Huquqiy mahalla konsepsiyasida ishtirok etganingiz haqida mana hozir fikrlaringizni aytingiz. Mana shu konsepsiya haqida ko'proq ma'lumot bering, batafsilroq. Bilasizmi, bugun dunyo shunaqaki, odamlar bir hududda yashashadi, geografik makon, misol uchun biz Toshkent shahrining bir hududida, Olmazor tumanida yashaymiz, lekin ijtimoiy makonga aylanib ulgurmayapti. Ya'ni biz hudud aholisimiz, lekin o'sha hudud bilan chambarchas bog'liq emasmiz. Uni bir qismidek his qilmaymiz. Chunki yangi ko'chib kelyapti-da odamlar. Odamlar yangi ko'chib kelyapti, odamlarning boshqa tashvishlari bor, odamlar virtual makonga o'tib ketishgan. Shuning uchun huquqiy mahallada asosiy maqsad geografik makondan ijtimoiy makonga aylantirish. Aholi barcha masalalarda, ya'ni hududni boshqaruvda, uni byudjetini taqsimlanishida, hududni rivojlantirishda faol ishtirok etishini ta'minlash uchun huquqiy mahalla konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu doirasida bizning mening mahallam degan ilova ham yaratish, ilova va platforma yaratish ko'zda tutilgan. Bu ilova orqali ijtimoiy 30 ga yaqin funksiyalarni bitta ilovada jamlashimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Ayni paytda yuqori texnologiyalar davri ekanligi haqida mana fikringizni bildirdik. Bugungi kunda har bitta sohaga raqamli texnologiyalar kirib boryapti va mana shu sun'iy intellektdan foydalanish men o'ylaymanki, har bitta sohaga o'ziga xos bir yangiliklarni olib kirayapti-da. Mana shu ilmiy ishlaringizda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanyapsizmi? Albatta, bugungi kunda sun'iy intellektsiz tasavvur qilish qiyin. Ilmiy tadqiqotlarni bundan foydalanamiz. Faqatgina foydalanayotganimizda buni talabalarimizga ham, boshqa vatandoshlarimizga ham tavsiya o'rinda aytamizki, doimo tekshirish kerak. Chunki hozirgi kunda sun'iy intellektlarning bu neytralligi, xolisligi 100% kafolatlanmagan. Albatta uni yaratuvchi dasturchilar unga turli xil kodlarni oldindan kiritgan bo'ladi va shu asosda shu javoblar doirasi belgilangan bo'ladi. Misol uchun har bir o'sha davlat yoki ishlab chiqaruvchi qandaydir unga o'zining qoidalarini kiritadi. Shuning uchun albatta bu ma'lumotlarni tekshirish kerak. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan ishlar albatta inson tayyorlagan ishlardan
ko'proq bo'lishi mumkin hajm jihatdan, lekin sifat jihatdan hali inson darajasiga yetgani yo'q. Kelgusida buning ham o'rni inson hayotida muhim ekanligini his qilgan holda, aynan Toshkent davlat yuridik universitetida ham 2026-yildan boshlab Digital Law, raqamli huquq ta'lim yo'nalishi, bakalavr ta'lim yo'nalishi tashkil etilmoqda. Bu doirasida talabalar 2 yil aynan huquqqa, 2 yil davomida esa texnologiyalarga, sun'iy intellektga alohida e'tibor qaratishadi, chunki bugungi hayotimizda bu masala eng kundalik oddiy holatga aylanib bormoqda. Sun'iy intellektni salbiy va ijobiy xislatlari haqida biz to'liq hali ma'lumotga ega emasmiz, to'g'rimi? Biz qiziqishdamiz, o'rganishdamiz, izlanishdamiz va hozircha ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Qarang, bu sun'iy intellekt oxiri insonlarga yordamchi bo'ladimi? Yoki ko'ramiz unda. Marhamat. Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yo'lini topdi. Janubiy Koreyaning Postech universiteti tadqiqotchilari atrof muhitga behuda tarqaladigan issiqlik energiyasini elektr tokiga aylantirish samaradorligini sezilarli darajada oshiruvchi yangi texnologiyalarni ishlab chiqishdi. Ushbu kashfiyot sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlari, sanoat korxonalari va elektromobillarning energiya samaradorligini oshirishda inqilobiy qadam bo'lishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi? Yangi tadqiqot kutilmagan natijani ko'rsatdi. So'nggi vaqtlarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ko'plab kasb egalari, ayniqsa dasturchilar orasida jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ko'pchilik AI kod yozishni o'rganib, muhandislar o'rnini egallashini bashorat qilgan edi. Biroq so'nggi statistik ma'lumotlar bu taxminlar amaliyotda o'zini oqlamayotganini, aksincha, muhandislik kasbi barcha sohalar ichida eng chidamli bo'lib chiqayotganini ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda. Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqda. So'nggi yillarda global texnologiya bozorida sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan qiziqish va investitsiyalar misli ko'rilmagan darajada ortdi. Biroq dastlabki hayajon o'rnini endi qat'iy iqtisodiy hisob-kitoblar egallamoqda. Ko'plab yirik korporatsiyalar xodimlarining AI resurslaridan asossiz foydalanishi natijasida byudjetning tez sur'atlar bilan kamayib borayotganidan xavotirga tushib, maxsus cheklovlar joriy etishni boshladi. Xurshidbek, mening mahallam ilovasi yaratilmoqda dedingiz-a? Xuddi shunday. Shu haqida ham bir batafsilroq. Va yuqorida aytib o'tdik, mahallani, aholini bir-biri bilan yaqindan tanishtirish, mahalla hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash maqsadida biz bitta super ilova yaratyapmiz. Chunki buni dasturchilar shunaqa dedi, imkoniyatlarini ko'rgan holda, keling birgalikda qanaqa funksiyalari, ya'ni kim imkoniyatlari borligini aytib ketsak. Ushbu mening mahallam ilovasini ichida mahallada bor barcha yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar bitta ilova ichida ko'rsatib ketiladi. Ya'ni siz mahallada yashovchi fuqarosiz, mahallangizda yoshlar uchun qanday sport to'garaklari, kutubxonalar yoki qanday murabbiylar faoliyat olib boradi va bundan tashqari boshqa ijtimoiy strukturalar, misol uchun maktablar, masjidlar va boshqa turli xil nima mavjud bo'lsa mahallada o'sha barcha obyektlar haqida ma'lumotlar bo'ladi. Bundan tashqari bugungi kunda ijtimoiy makonda aholida xayriya qilishga bo'lgan qiziqish yuqori. Misol uchun. Lekin Instagram tarmog'ini olamizmi, boshqa tarmoqlarni olsak, ularning ichida berilayotgan ma'lumotlar ichida fake xabarlar ko'p. Ya'ni yolg'on ma'lumotlar bilan odamlarning pulini olib, o'sha aldov qilish, firibgarlik ko'payib bormoqda. Misol turli xil kasallarni ko'rsatishadi. Bunday kasallar hozir yo'q yoki ular o'zi allaqachon davolanib bo'lgan yoki bu sun'iy intellekt bilan yaratilgan videolar bo'ladi. Shuning uchun mening mahallam ilovasi ichida siz o'zingizni mahallangizdagi og'ir ahvoldagi fuqarolarga xayriya qilish imkoniyati yaratiladi. Misol kimdir uyi yaqinda yong'indan talofat ko'rgan bo'lishi mumkin, chin yetimlar bo'lishi mumkin, og'ir kasallar. Siz aniq ishonch bilan his qilasizki, men aniq odamga yordamim yetib boradi. Yoki bo'lmasa so'z tugmasi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lgan vaqtimda telefonimga so'z xabari kelgan. Zudlik bilan uyingizga yetib boring, yarim soatdan keyin qor bo'roni boshlanadi va qor bo'roni ostida qolishingiz mumkin degan. Bu faqatgina mana shunaqa tabiiy ofatlar vaqtida emas, fuqarolar, voyaga yetmagan shaxslar yo'qolib qolganda ham so'z xabarlar keladi o'sha hududdagi aholiga. Sababi dastlabki 24 soat eng kritik, eng muhim soat hisoblanadi. Demak, bu ilovada mana shu hududda voyaga yetmagan shaxslar, bolalar yoki boshqa shaxslar yo'qolib qolsa, foydalanuvchilarga xabar keladi.
balki siz bugun o'sha ishga ketayotgan vaqtingizda o'sha odamni ko'rgandirsiz, qayerdadir ketayotganini va bu insonlarni topish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari topilmalar byurosi. Agar eslasak, yoshligimizda buyumlarimizni yo'qotib qo'ysak, topilmalar byurosiga yoki qayerdan izlashni bilmasdik. Multfilm ham bo'lardi. Xuddi shunday multfilm ham bo'lardi. Endi demak siz hujjatlarni topib olasizmi, boshqa moddiy buyumlarni topib olsangiz, o'zingiz o'sha xabarni joylaysiz, kelgan odam qayerdan olib ketishni biladi. yoki bo'lmasa xayriya qilish imkoniyati. Siz uyingizda farzandlaringiz ancha katta bo'lib qoldi, ular foydalanadigan bolalar aravachasi. Sizga kerak emas, sotishga ham xohishingiz yo'q. Siz u e'lonni joylashtirasiz, mahalladagi foydalanuvchi uni bron qiladi va u bron qilgan odam kelib mahalla binosidan yoki sizni o'zingizdan siz uchun kerak emas, lekin kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan, bolalarni baxtli qilishi mumkin bo'lgan buyumlar, oshxona jihozlari, mebellar ularni olib ketish mumkin. Bundan tashqari mahalla yettiligi. Bugun biz mahallamizda kimlar ishlayapti, qanday odamlar o'zi, lavozimi qayerda, ularga qayerda murojaat qilish mumkin kabi masalalar o'ylantiradi. Ular har kuni eshigimizni taqillatib kelishi mumkin kutilmaganda. Biz ilovani tekshirib, bizni mahallamizda soliq bo'yicha xodim kim, ijtimoiy xodim, mahalla raisi kim ekanligini aynan shu ilovadan bilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari mahallada nima deydi, bugun hukumatimiz aholini faollashtirish uchun barcha choralarni ko'ryapti, jumladan open byudjet. Ochiq byudjet siyosat. Aholini birlashtiryapti. Bitta ijtimoiy obyektni qurilishida, yo'llar ta'mirlanishi, qandaydir sport majmualari qurilishi, xuddi shunga o'xshagan boshqa masalalarni ham fuqarolarning fikrini bilish uchun ushbu platformada ochiq so'rovnomalar o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Misol uchun bugun siz mahalladagi mana shu xodimlar faoliyatidan qoniqyapsizmi degan so'rovnomalar o'tkazish mumkin. Yoki bo'lmasa petitsiyalar. Siz mahallangizdagi qaysidir sharoitdan norozisiz, sizni murojaatingizni boshqa mahalladagi fuqarolar ham shu ilovada ovoz berib qo'llab-quvvatlasa, u to'pga chiqadi va tegishli davlat organlariga bu bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Ya'ni kim o'sha davlat organlari kelib tushgan murojaatlar sonini ko'rib turib, albatta bu muammoni o'z vaqtida tezda hal qilish imkoniyatini mana shu ilova o'z ichida ko'zda tutadi. Ajoyib. Haqiqatda mana shu ilova tezroq amaliyotga tatbiq etilishini juda ham istagan bo'lardik, chunki kerakli ekan. Aynan mahalladoshlarni ham yaqinlashtiradigan, ham yaxshiliklarni bevosita o'sha manzilli yo'naltiriladigan juda ham chiroyli ilova bo'libdi va albatta tezroq amaliyotga joriy etilishini istagan bo'lardik. Albatta, Xurshidbek, ishlaringizga omad tilaymiz. Mustaqil ishni tezlashtiring. Rahmat. Sizni keyingi safar biz PhD Olim fan deb nomzodi olim deb taklif etamiz. Yosh olim. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.